Demak, maktab maslahatchisi bo'yicha ketdik. Nimalar qilishimiz kerak? Spesifikatsiyasi bilan tanishib chiqamiz. Hop, sizdan nimalar so'raladi? Bu test imtihon. Endi imtihonga kiradigan ustozlar uchun va kirib chiqqan ustozlarimiz bilishadi. Hop, tashkiliy, pedagogik va kommunikativ ko'nikmalar, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va kasbga yo'naltirish ko'nikmalari, liderlik va tashabbuskorlik ko'nikmalari. Ta'lim qo'llab-quvvatlovchi kompetensiyalar, ta'lim siyosati va davlat tilida yuritish, raqamli savodxonlik va axborot madaniyati va ingliz tili bo'yicha. Mana shu 6 ta sizni ko'nikmangiz aniqlanadi. Sizga aynan 5 ta savol tushadi tashkiliy, pedagogik va kommunikativ ko'nikmalaringizni ta'lim uzluksizligini ta'minlagan holatda sinfdan tashqari mashg'ulotlar, to'garaklar, klublar, ijtimoiy aksiyalar, loyihalar va tadbirlarni ilmiy metodik asoslarini tashkil etish, mazmuni va tamoyillarini bilishi, o'quvchilarning tashabbusi, ijodkorligi va ijtimoiy faolligini rivojlantiruvchi sinf va maktab darajasidagi loyihalar, treninglar va klublar o'quvchilarni yosh xususiyatan hamda ehtiyojlaridan kelib chiqib qo'llay olishi, ta'lim jarayonida ota-onalar, o'qituvchilar va jamoatchilik bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishning ahamiyati va mexanizmlarini tahlil qilish, tarbiyaviy jarayonni yaxlit mazmunli tashkil etish bo'yicha mulohaza qila olishi, o'quvchi bilan ishonchli qo'llab-quvvatlovchi pedagogik muloqot va ijobiy sinf muhitini shakllantira olishi, jamoada kelib chiqadigan nizolarni tahlil qilib, ularni bartaraf etishda sog'lom psixologik muhitni saqlashga yo'naltirilgan yondashuvlardan foydalana olishi, oila, maktab, jamiyat hamkorligining tarbiyadagi o'rnini tushunib, ota-onalar va pedagoglar bilan samarali muloqot ko'nikmalari, tarbiyaviy ta'sir natijalarini oldindan ko'ra olish, tarbiya orqali shaxs ongiga, his-tuyg'usiga va xulqiga ta'sirini tushunish, kasb tanlashga ta'sir qiluvchi psixologik, tibbiy, biologik, ijtimoiy va iqtisodiy omillarni bilishi, farqlay olishi, o'quvchi qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlarini aniqlash, ularni mehnat bozori talablari bilan moslashtira olishi, kasblarning zamonaviy tasniflari va kasbiy o'zini anglash jarayonini bilishi, kasb tanlashdagi keng tarqalgan xatolarni aniqlashi va ularni bartaraf etish yo'llarini belgilay olishi, kasb tanlash jarayonlarida oila, jamiyat, demak qisqacha qilib aytganda bu yerda kasbga yo'naltirish bo'yicha ketyapti. Sizga kasbga yo'naltirish bo'yicha 6 ta savol tushadi. Bu yerda tashkiliy, pedagogik va kommunikativ ko'nikmalar bo'yicha aloqa o'rnata olishingiz kerak. O'quvchilar bilan, ota-onalar bilan, rahbarlar bilan aloqa o'rnatishingiz haqida ketyapti. Hop, liderlik va tashabbuskorlik ko'nikmalari, liderlik va tashabbuskorlik mohiyatini bilishi, liderlik mansab emas, boshqalarga xizmat qilishi, jamiyat taraqqiyoti uchun mas'uliyat sifatida tushunishi. Innovatsiyani, yangi g'oya va tashabbuslarni hayotga ijodkorona tatbiq eta olishi, yangicha qarash yondashuvlarini bilishi, motivatsiya ruhlantirishning o'quvchi jamoa hayotidagi rolini anglashi, yo'lni shunchaki davom ettirish emas, yangi g'oya va tashabbuslar bilan chiqish kerakligini anglashi, o'quvchilarning ehtiyojini tahlil qilib, masalan, ijtimoiy emotsional o'qitish karyera yo'nalishini ijobiy intizom bo'yicha yangi trening, mentorlar va kichik loyiha shaklida tashabbuslarni amaliyotga tatbiq eta olishi, vaqtni va faoliyatni samarali boshqarish, o'zini rivojlantirish, halollik, xizmatga tayyorgarlik orqali o'quvchi va o'qituvchilar uchun shaxsiy namuna ko'rsata olishi, o'z liderlik uslubini tanqidiy tahlil qilish va tashabbus ko'rsatishda uchraydigan ichki tashqi to'siqlarni anglash, etik chegaralar va o'quvchi manfaatini e'tiborga olgan holda qarorlar ustida mulohaza yurita olish. Tashabbuskorlik, liderlik bo'yicha aynan maktab maslahatchilariga turli xil savollar tushdi. Misol uchun, liderlar kitobida ham aytib o'tilgan, lider kim, menejer kim, rahbar kim.
ular bir-biridan nima qilib farqlay oladi. Aynan lider degani bu rahbar, menejer degani. Aynan rahbardan asosiy farqi lider inson boshqalarga nisbatan kreativ fikrlay oladi. Kreativ fikrlagan odam yuqoriga uzoqni ko'rsata oladi. Liderlik xususiyatlari bor. Mana shular bo'yicha savollar keladi. Qo'llab-quvvatlovchi kompetensiyalarimiz ta'limga oid bo'lgan asosiy me'yoriy huquqlar hujjatlarini, prezident qarorlari, farmonlari, qonunlar, Vazirlar Mahkamasi qarorlari, vazirlik buyruqlari, nizom va uslublarni bir-biridan farqlay olish kerak. Pedagogik maqomi to'g'risidagi qonun hamda maktabgacha va maktab ta'limiga oid normalarni bilishi, o'quvchilarning huquq va majburiyatlari, maktabdan tashqari ta'lim, kelajak markazlariga doir hujjatlar asosidagi amaliy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qila olishi, davlat tilida ish yuritishning me'yoriy asoslarini rasmiy uslub talablari doirasida rasmiylashtira olishi, bayonnoma, dalolatnoma, ariza, tushuntirish xati, ma'lumotnoma kabi rasmiy hujjatlarni tuza olishi, matndagi ilmiy, punktuatsion, uslubiy xatolarni topib to'g'rilay olishi, rasmiy hujjatlarni to'g'ri tushunib tahlil qila olishi kerak ekan. Raqamli texnologiyaning mohiyatini, vazifalarini bilishi, Word, Excel, PowerPoint asosiy funksiyalarni bilishi, elektron tizimlardan portfol, bulutli xizmatlar, hujjat bilan ishlay olishi, ERP portfoli yuritish, axborot tizimlarini samarali foydalanish jarayonida muhokama qilishi, internet manbalarining turini, ishonchliligini bilishi, xavfsizlik va maxfiylik sozlamalaridan foydalana olishi, internetda axborot izlash, tanlash va baholashni tahlil qila olishi, kiberxavf turlari, ularning belgilarini bilishi, sun'iy intellekt tushunchasi turlari va imkoniyatlarini, IT vositalarini qo'llay olishi kerak ekan. Xo'p, bu bo'yicha sizga 4 ta savol tushadi. Ingliz tili bo'yicha 6 ta savol tushadi. Bunda ham siz ham xatlarni bilishingiz, matnlarni tushuna olishingiz kerak va bu bo'yicha sizga 6 ta savol keladi. Matn va matndagi testlarni ajrata olishingiz kerak. Endi sizning kognitiv ko'nikma taqsimi bilish testlari sizga 20% tushadi. Fanga oid nazariy ma'lumotlarni, atama qoidalarini bilishingiz. O'zlashtirilgan, ya'ni mulohazali vaziyatli test 60% ni. Muayyan faktlar, dalillar, normalarni mantiqiy bog'lash tarzida tahlil qilib, jarayonning ketma-ketligini farqlash, vaziyatni analiz qilib, xulosalar chiqara olish bu 20% ni. Test turlari va taqsimoti 4 ta variantdan, sizlarniki Y4 gacha. 4 ta variantdan Y1 degani 4 ta variantdan bittasi to'g'ri bo'ladi. Y2 degani tartiblangan bir nechta javoblarning ichidan siz to'g'rilarni saralab olasiz. Y3 degani moslashtiring. Y4 degani esa to'g'ri ketma-ketlikni joylashtirib talab etiladigan yopiq testlar bo'ladi. Endi baholash mezoni sizga asosiy kompetensiyalar o'quvchini psixologik qo'llab-quvvatlash va kasbga yo'naltirish bo'yicha 3/1 dan baholanadi. Testlaringiz tashkiliy, pedagogik va kommunikativ ko'nikmalar, liderlik bulardan 3/1 dan, ta'lim davlat tilida ish yuritish, media savodxonlik bo'yicha, ingliz tili bo'yicha 2/1 dan chiqadi. Barcha savol umumiy maksimal ball 78 ball va 80 daqiqani. Hop, imtihon tartibi ingliz bo'lsa 15% vaqt qo'shiladi. Endi bizda tipifikatsiya tavsiya etilgan. Hop, davlat tilida ish yuritish, kasbga yo'naltirish, raqamli texnologiya va sun'iy intellekt, Mavlon tarbiyaviy ishlar metodikasi, Mavlonov va umumiy pedagogikasi, jahon miqyosidagi ta'lim, liderlar kitobi, ya'ni Oxfordning 4-5 nashrlari bo'ladi. Bundan tashqari normativ hujjatlar, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonun, yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi pedagogik maqomi to'g'risida, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatlari samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining Prezidenti 2028-sentyabrdagi maktabdan tashqari ta'lim tizimi yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida mana shu normativ hujjatlar va keltirilgan adabiyotlar bo'yicha siz
test va suhbatdan o'tkazilasiz. Qadrli ustozlar, testga kirib chiqqan sifatida nima deya olasiz? Testdan chiqish holatlari, mana shu adabiyotlardan, simplifikatsiya adabiyotlardan chiqish holatlari bo'ldimi? Yozinglarchi. Bo'ldimi shunaqasi? Kimgadir mana shu yerda ko'rsatilmagan kitoblardan yoki bo'lmasam qaror va qonunlardan savol tushdimi? Imtihonga kirib chiqqan ustozlar. Kimdir mana shu yerdan chiqib ketdi ustoz, umuman yo'q narsa tushdi deya oladimi? Meni eshityapsizlarmi o'zi ustozlar? Bu yerdan chiqish holatlari bo'lgani yo'q. Agar siz chiqish holati degan bo'lsangiz ham o'tilgan darsni, ya'ni nima demoqchiman? Tushunib ketmagan bo'lishingiz mumkin, lekin tushish holatlari, ya'ni chiqish holatlari umuman bo'lgani yo'q. Sizga juda ham oson testlar tuzilgan va shu oson testlari mana shu testlar asosida mana shu simplifikatsiya bo'yicha savollar keldi. Endi maktab maslahatchisi lavozimi uchun suhbat uchun sizga yuqorida ham aytib o'tib ketdim. Hozircha nizom bo'yicha siz prezident maktablarida o'tkazilar ekan o'zingizni viloyatingiz markazida. Ya'ni tuman yoki shahar emas, viloyat markazlaridagi prezident maktablarida o'tkazilar ekan suhbat. Suhbat bo'yicha yuqorida ko'rdik, 6 nafar inson suhbat a'zosi, komissiyasi a'zosi bo'lib kirar ekan. Suhbat o'tkazish tartibi umumiy o'rta ta'lim maktablari maslahatchisi lavozimiga tanlovning ikkinchi bosqichi intervyu shaklida amalga oshiriladi. Intervyu shaklida amalga oshiriladi degandan keyin, demak, bu og'zaki bo'ladi. Ya'ni siz bunda bilet tanlash imkoni beriladi. Bu biletda 5 ta savol deb tushadi. Biletdan tanlagach, tayyorlanish uchun sizga 10 daqiqa vaqt beriladi. 10 daqiqadan so'ng biletdagi savollarga javob berish uchun sizga 15 daqiqa vaqt beriladi. Suhbat davomida zarurat tug'ilsa, yana qo'shimcha savollar berish mumkin komissiya a'zolari tomonidan. Suhbat jarayonida har bir topshiriq umumiy baholash rubrikasi asosida 9 ballik tizimda baholanadi. Nomzodlarning tegishli ko'nikmalari umumiy 45 ballik bilan baholanadi. Suhbat jarayonida nomzodlarning o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, kasbga yo'naltirish, akademik rejalashtirish, oliygohlarga yo'naltirish, loyihalar, trening, tarmoq to'garaklarini tashkil etish, sohaga doir istiqboldagi rejalar va muammoli vaziyatlarga qaror qabul qilish va ijtimoiy madaniy ko'nikmalarni baholaydi. Demak, siz bo'ldi testdan o'tib oldim, menga endi kasbga yo'naltirish yoki davlat tilida ish yuritish kerak emas ekan degan narsani hayolingizni bir burchagiga ham kelmasin. Endi sizga loyihalar, har xil vaziyatli savol keladi. U yerda sizda 4 ta javob bor edi testda, oson edi. Xohlaganingizni tanlab olar edingiz. Bu yerda sizni bor imkoniyatingiz, bor bilimingiz nima qiladi? Asqotadi. Aynan yopiq guruhda suhbatga tayyorgarlik ko'rish davomida siz nima qilasiz? O'rganasiz. O'rganasizki,
Demak, qarang. Endi sizga turli xil vaziyatlar keladi. Bu vaziyatlarni yechishingiz uchun demak sizga kasbga yo'naltirishni yana takror o'qib chiqasiz. Pedagogik mahoratni, umumiy pedagogikalarni ko'rib chiqamiz. Umumiy pedagogikani sinfdan tashqari mashg'ulotlar qismlarini ko'rib chiqamiz. Sizga vaziyat keladi. Keyin asosiy maqsadingizni aniq qo'yib oling. Xudo xohlasa suhbat boshlanyapti. Suhbatga tayyorlov guruhimiz. U yerda birinchi o'rinda o'zimizni qanday tutishimiz, qanaqa kiyinishimiz, qanday gapirishimiz, hayajonimizni qanaqa yengishimiz. Bular bo'yicha darslar tashkil qilaman. Bular bo'yicha o'taman, tushuntiraman. Xudo xohlasa qo'shimcha topshiriqlar beraman. Yana qanaqa adabiyotlar o'qish kerak va nima qilsangiz sizning nutqingiz ravon bo'ladi, qachon siz fikringizni to'liq bayon eta oladigan darajaga erishasiz. Bularni yo'l-yo'riqlarni albatta yopiq guruhda suhbatda Allohga tavakkal qilgan holatda boshlayapmiz. Men ham bilmayman. Maktab maslahatchisi testi uchun bilasizlar, ijtimoiy tarmoqda birinchi bo'lib kurs ochgan menman. Birinchi bo'lib aynan kurs ochgan va bu yo'nalish bo'yicha ishlagan va juda ko'p ta'mayu dashnomlarga qolgan inson menman. Ya'ni pul ishlayapti, boshqa qilyapti, bir narsalar bo'lyapti deb. Allohga behisob shukr bo'lsin, mana shu guruhga kirib vazifalarni vaqtida bajargan, o'qidigan kitoblarimizni o'qib, darsda faol bo'lgan. Kitob, birinchi o'rinda kitob o'qish kerak. Ming siz zo'r test yechmang, ming zo'r test yodlamang. Manbasi kitob. Kitobni o'zingiz ko'zingiz bilan qo'lingizga olib o'qimaguningizgacha tushunmaysiz. Ming zo'r million dollarlik kurslarda o'qimang. Siz qo'lingizga kitob olib o'qimas ekansiz, siz hech qachon natijaga erisha olmaysiz. Mana bizda hozir bugun 20-yanvar bo'ladigan bo'lsa, 10-fevralgacha biz test suhbatga kirishimiz kerak ekan. Bugundan boshlang. Kasbga yo'nalishtirishni, davlat tilida ish yuritishni, liderlar kitobini o'qishni boshlang. Mana shu kitoblardan tushdi ko'rdingiz. Kitobdan tashqari holatga chiqilgan hol yo'q. Kitobdan tushmadi degan, demak o'zi kitobni o'qimagan. Yoki o'qisa ham o'qimagan. Biz ilgari edi, hurmatli ustozlar, sizlarning shaxsiyatlaringizga tegish niyatim yo'q. Masalan, 2022-yilgacha bo'lgan davrda biz imtihon deganda bitta kitobdan yodlab olardik, o'shalar tushib berardi-da. O'sha savollar tushib berardi, yodlab olardik. Ma'lumotlarni yodlasak, o'sha holatda kitobdagi holat shunday tushib berardi. 2022-yilgacha. Lekin hozir unaqa emas. O'sha kitobdan asosi kitob bo'ladi. Lekin sizdan tanqidiy fikrlash, buni, ya'ni Bloom taksonomiyasining biz birinchi bosqichi bor edi, bilish bosqichi. Bilish bosqichini bilsakkina, o'quvchilarga ham shunaqa baho qo'yardik. Masalan, kelishni bilsa, 6 kelishni biladimi? Bu biladi. Bu eng zo'r bola deb yaxshi baho qo'ygandik. 2022-yilgacha bo'yicha biz ham 2019-yildan buyon bilasiz, onlayn trener bo'lsam, 2015-yildan buyon offlaynman. 2015-yildan beri abituriyent tayyorlaydigan bo'lsam, mana shu paytda biz bilganmiz, faqatgina bilish testlari tushgan. Yodlab olsa, o'sha test, o'sha ma'lumot shundaycha savol tushgan. Lekin undan buyon mana necha yillardan, mana 3 yildan oshdiki, mana 3 yil, 4 yildan buyon faqatgina sizga qo'llash testlari tushyapti. Qo'llash testlari. Qo'llash testini bilishingiz uchun avval siz uni bilishingiz kerak va tushunishingiz kerak. Uni qoidani yodlab olganingiz bilan mana bosh kelishniki, kim nima so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlar bosh kelishda bo'ladi. Bo'ldi, bu bilib oldim. Endi men tushunishim kerak. Bosh kelishdagi so'zlar qanaqa bo'ladi? Kim nima so'rog'iga? Kitob, daftar, bu nima so'rog'iga? O'qituvchi, o'quvchi, bu kim ekan? Endi tushunyapman. Demak, buni tarkibida qo'shimchasi yo'q bo'lishi kerak ekan. Qo'shimchasi yo'q bo'lsa deb men tushunyapman. Endi men buni gap ichidan olishim, qo'llay olishim, har qanaqa gap ichidan topa olishim, bu meni qo'llashimga kiradi. Bloom taksonomiyasi. Sizga sintezdan ham kelyapti savol. 15% sintezdan ham tushar ekan.
ya'ni analiz qila olishingiz kerakda, ajrata olishingiz kerak. Shuning uchun aytmoqchimanki, shunchaki tez yodlash uchun meni guruhimga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, katta xato qilasiz. Shunchaki tez yodlab kira olmaysiz, buni iloji yo'q. Qo'lingizga kitobni oling. Marhamat qilib o'sha kitoblarni tushunmayapsizmi kitob o'qisangiz, meni audio darslarimda, video darslarimda ko'rib, eshitib, keyin takror o'qing, o'shanda tushunasiz. Xo'p, demak bizga suhbatda nimalar keladi? Birinchi biletni tortibmiz. Demak, bizga STEM yo'nalishi bo'yicha qaysi kasblarga kelajak 5-10 yil ichida talab yuqori bo'ladi. Aynan siz bilasiz, liderlar kitobini nima degan? Liderlar kitobida ham aytib o'tgan. Liderlar kitobida o'g'limga maktub degan qismida aytib o'tgan. Kasb tanlashda ehtiyot bo'l degan. 2030-yilga borib, 2025-yilga borib, 60dan, 70dan 2030-yilga borib esa 100dan ortiq kasblar yo'qolib ketadi. Va shunda aytgan farzandlaringizga qanaqa kasblarni tanlash kerak. Bu insonning hissiyotini beradigan, inson hissiyoti uyg'ota oladigan kasblar tanlash kerak. San'at, musiqa yoki o'qituvchilik kasblarini, shifokorlik kasblarini tavsiya qilgan. Chunki buni hech qanday nima robot o'zi, masalan, robotni o'zidan kelib chiqib qanaqadir san'at yarata olmaydi. Hissiyotni bildiradigan. Bu yozib qo'ygan kitobda. Liderlar kitobida ham yoki kasbga yo'naltirishda ham aytib qo'yilgan. 2030-yilga borib mana shu kasblar yo'qolib ketadi deyilgan. Mana shunaqa fikrlay olishingiz kerak bo'ladi-da. Qarang, rivojlangan davlatlarda ham, masalan, Yaponiya, bizdagi Malayziya, mana ta'limi bo'yicha rivojlangan davlatlarimizda ham robot o'qituvchi bo'lmaydi. Nimaga robot o'qituvchi bo'lmaydi? Hech qanday har qanaqasiga didaktik material ming zo'r bo'lmasin. Har qanday axborot vositasi yoki multimedia mukammal bo'lmasin, o'qituvchini situatsiyasini bera olmaydi. Ya'ni o'qituvchini hissiyotini bera olmaydi. Shuning uchun ham rivojlangan davlatlarida juda katta, Yaponiyada vazirdan keyin eng katta maosh oladigan bu o'qituvchi hisoblanadi. O'qituvchi hisoblanadi. Nimaga o'shalar shu oylikni kamaytirish maqsadida robotlardan foydalanmayapti? Chunki o'qituvchi situatsiyasini bera olmaydi. Ya'ni o'qituvchining emotsiyasini, hissiyotini bera olmaydi, intuitsiyasini bera olmaganligi uchun ham ular o'qituvchidan voz kecha olmayapti. Mana shunga o'xshab STEM yo'nalishi bo'yicha qaysi kasblarda kelajak 5-10 yil ichida talab yuqori bo'ladi. Misol uchun IT sohasidagilar uchun. IT sohasidagilar uchun yoki tillarni biladiganlar uchun. Siz aytishingiz mumkin 5-10 yil ichida shunaqa, chunki zamon taraqqiy etyapti. Yoki yo'q bo'lmaydigan kasblarga mana shularni misol keltirib qolaman. Yoki siz mana shu liderlar kitobida o'g'limga maktubda aytgandek yoki kasbga yo'naltirishning mana shu joyida aytib o'tilganidek deb aytib keting. Suhbatda og'zaki aytayotgan paytingizda shuni havola qilib keting. Bu mana shuni manbasini aytib havola qilib ketishingiz sizga yaxshi ball beradi. Ko'p kitob o'qiganligingizni beradi. Shunchaki bizga hozir qoidani yodlab olgan to'tilar kerak emas. Bizga shunchaki tez yodlagan to'tilar kerak emas. Takrorlaydigan to'tilar kerak emas. O'zi xonish qila oladigan, boshqalarni o'ziga birlashtira oladigan inson kerak. Prezidentimiz aytganlaridek, rahbar yoki o'qituvchi tanlayotganda bir narsaga e'tibor berdik. Ya'ni kimnidir orqasidan ergashtira oladiganlar kerak bizga. Ergashadiganlar emas. Shuning uchun ham yaxshi suhbatga tayyorgarlik ko'rish kerak. Xo'p, ikkinchisi milliy qadriyatlarimizdan qaysilarini yoshlarimizga singdirish kerak deb o'ylaysiz degan sizning shaxsiy fikringiz inobatga olinar ekan. Mana shundan masalan shunga oid bo'lgan masalan tilni xorijiy tillarni kirib kelishi o'zbek tilini negadir e'tibor kamayotgandek. Hatto ba'zi bir o'quvchilarimiz o'zbek tilida gapirishga xuddi uyalayotgandek his qiladi. O'sha paytda siz shunga bunday qanday qaraysiz? Nima qilish kerak? Yoki chet tillarni to'xtatib qo'yish kerakmi ekan deb sizni chalg'ituvchi savollar kelishi mumkin.
Hop, o'quvchilar xalqaro va milliy universitetga tayyorlash bo'yicha yo'l xaritasini tuzing. Ya'ni siz mana shu xalqaro e, universitetga yoki chet el universitetiga yoki o'zimizdagi oliy ta'limga kirishini ta'minlashingiz uchun nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchisiz? Hammasini qamab olib turib bitta xonaga olib kirib o'qitmoqchimisiz? Nima qilmoqchisiz? Mana shuni bosqichlarni, harakatlarni ketma-ketligini aytib, nafaqat oliy ta'limga, misol uchun siz to'garak tashkil qilmoqchisiz. To'garak tashkil qilmoqchisiz, nima qilasiz? Masalan, jismoniy tarbiyani to'garak tashkil qilmoqchisiz. Birinchi o'qituvchini topasizmi? Keyin o'quvchilarga e'lon berasizmi? Ya'ni bosqichma harakatlaringizni ketma-ketligini to'g'ri qo'yishingiz kerak. Buning uchun esa siz nima qilishingiz kerak? O'sha kasbga yo'naltirish va o'quvchilarni sinfdan tashqari mashg'ulotlarni bilishingiz kerakmi? Buni tagida ham bilim turibdimi? Xo'p, o'quvchi va uning ota-ona o'rtasidagi kasb tanlash borasida konflikt yuzaga keldi. Masalani qanday hal qilish kerak? Marhamat qilib konflikt holat, nizoli holatlar bo'yicha testda ham savol tushdi. Bunga ham javob yozilgan kasbga yo'naltirish bo'yicha kitobimizda vaziyatli test ham tuzganmiz va o'sha paytida kasblarni bo'lganmiz. Odam bilan odam, odam bilan texnika, texnika bilan texnika qilib kasblarni. Bularni ham yana bir takror o'qib chiqamiz. Maktabimizda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish yuzasidagi istiqboldagi rejalaringiz haqida gapirib bering. Maktabingizda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish yuzasidan istiqboldagi rejalaringizni gapirib bering. Ya'ni siz agar maktab maslahatchisi lavozimiga tayinlansangiz nima qilasiz? Nima qilmoqchisiz? Kasbga yo'naltirish bo'yicha qanaqa rejalaringiz bor? Boshqalarda yo'q bo'lgan nima qilmoqchisiz? Misol uchun turli xil kasb egalari bilan uchrashuvlar qilishingiz mumkin, ekskursiyalarga olib chiqishingiz mumkin. Masalan, sizda yoningizda artel zavodi bo'lsa, olib borib turib, aynan kasbga yo'naltirishda ham aytilgan, artel zavodi bo'ladigan bo'lsa, ana shu yerga olib borsin. Shu yerga olib yoki oldingizdagi oddiy ishlab chiqarish hunarmandni oldiga olib borish yoki maktabingizga chaqirish, katta-katta biznesmenlarni chaqirish yoki o'zi kasbini fidoyilarini, liderlarini chaqirish. Ular haqida gapirib berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bunisi ajoyib. Endi sizda mana shu baholashingiz bo'yicha savol keladi. Og'zaki javobning topshiriqlarning mosligiga. Ya'ni agar 3 ball olasiz, topshiriq to'liq tushungan bo'lsangiz, ochib berilgan bo'lsa, ya'ni vaziyat, muammo to'g'ri talqin qilingan bo'lsa, mavzudan chekinish yo'q bo'lsa, keyingisi og'zaki javobning dalillanganligi va yaxlitligi. Mana dalil deyapman-ku, fikrlar o'zaro bog'langan bo'lsa, mulohazalar va dalillar yetarli bo'lsa, ketma-ket rivojlangan nutq tartibi, kirish, asosiy qism va xulosadan iborat va yaxlit bo'lsa. Ya'ni sizga beradi mavzuni 3 qismga bo'lib o'rganamiz. Uni yopiq guruhda ham aytaman. Kirish qismi, uni asosiy qismi va xulosa qismlari bo'ladi. Kirish qismida ozgina mavzuga ta'rif berasiz va muammoni qo'yasiz. Asosiy qismlarda uni asoslab berasiz. Xulosada esa yechim berasiz. Mana shu nazardan tutilyapti. Suhbatdosh holatiga moslashuvchan muloqot manerallarini to'g'ri tanlaydi. Ohang va tempini vaziyatga mos boshqaradi. Bir xil ohangda gapirmang. Muloqotda rasmiylik va norasmiylikdan muvozanatdan foydalanadi. Qarama-qarshi fikrlar bildirilgan holatda ham professional muloqot ohangini yo'qotmaydi. Ya'ni sizga masalan savol beryapti, shu xatoga yo'l qo'ymang. Sizga savol beryapti, fikringizga qarshi fikr berilayotgan paytida hech qachon ovozingni to'ng'illatib, zarda qilib, achchiq qilib, kesatib qilib gapirmang. Og'ir vazmin holatda, kerakli joylarida, muhim joylarda ovozni ko'taramiz, boshqa payt tushiramiz. Ovozni ko'taramiz, tushiramiz. Va shunday qilib javob berishimiz kerak.
Topshiriqning asosiy qismi yoritilgan, lekin muhim tomonlari yetarli bo'lmasa, sizga 2 ball. Agar fikrlar orasida aloqalar, uzilishlar uchrasa, ba'zan dalillanmasdan o'rinlar mavjud bo'lsa, nutq qismlarga ajratilib ifoda etilgan, ammo ulardan biri yetarlicha yoritilmagan bo'lsa, muloqot minerallarini deyarli to'g'ri tanlaydi, lekin ayrim joylarda ohang yoki tempdagi beqarorlik seziladi. Ba'zi holatlarda ortiqcha rasmiylik yoki ortiqcha norasmiy kuzatiladi. Faol tinglash yoki qayta ifodalash ko'nikmasi mavjud, biroq ziddiyatli vaziyatlarda nazoratni boshqara olmaydi ekan. Ya'ni ikma bo'lib qolibdi, boshqara olmasa. Ya'ni tezdan sizni aytdachi, hammasi psixolog deyarli. Rahbar odam psixolog bo'ladi, bilasizmi? Sizni quyushqondan chiqarishga harakat qilishi ham mumkin. Ana shu paytlarda ham o'zingizni tuta olishingiz kerak bo'ladi. Tortishib, bir balolar qilib tashlamaydi. Endi 1 ball. Topshiriq qisman tushunilgan, yetarlicha ochib berilmagan, fikrlarning markaziy mavzudan chekinishi holatlari ko'p uchraydi. Fikrlar orasida aloqalar, so'z dalillar yuzaki va kam, nutq qismlariga ajratilmagan yoki yaxlit emas. Muloqot minerasini tanlashda qiynaladi. Nutq ohangi va uslubi ba'zan vaziyatlarga mos kelmaydi. O'ta rasmiy yoki haddan tashqari norasmiy uslubda gapirdi. Qiyin yoki ziddiyatli vaziyatlarda muloqot sifati tushib ketadi. Nazoratni yo'qotdingiz, asabiylashdingiz, hayajonlandingiz, o'zingizni yo'qotib qo'ydingiz, shevada gapirdingiz. Demak, bular sizga 1 ball keltiradi. Endi sizga umuman qoniqarsiz bo'ladi, topshiriq tushunmagan, javob mos emas, javob bera olmasangiz yoki nutq mazmunsiz bo'lsa, dalillanmagan, tartibsiz, izchillik yo'q bo'lsa, qismlardan iborat bo'lmasa, muloqot manierasini farqlamaydi, nutq ohangi, tempi va uslubi vaziyatga mos kelmaydi, suhbat davomi nutqini boshqara olmasa, demak sizga qoniqarsiz ball qo'yilar ekan. Baholash jarayonida nomzodlarning ballari teng kelib qolganda etik me'yorlarga va tashqi imijga amal qilish hamda sohaga doir xorijiy tajribalarni o'rganganlik darajasini inobatga olib ustuvorlik berish tavsiya etiladi. Bu nima degani? Ya'ni suhbatga kirganlarga birinchi guruhga suhbatga kirganlarga narsa tashlab qo'ydim. 831 qaror, yoqali, qaychi yoqali ko'ylak, kostyum-shim yoki yubka, shunaqalarga yozib qo'ydim. Ustoz bu nima? Ustoz bu nima deyapti. O'sha imtihon kuni sizni mana shu holatda bo'lishingiz, tashqi imijingiz. Ayol kishi bo'lsangiz, demak, aloqali ko'ylak, kostyum, yubkada kirishingiz kerak. Yubkangiz tizzadan past holatda bo'lishi kerak. Bu o'qituvchi imiji. O'qituvchi imiji qarorda ham aytib qo'yilgan. Agar siz erkak domla bo'ladigan bo'lsangiz, kostyum shimda, yoqali ko'ylakda kirgan bo'lishingiz kerak. Shuning uchun ham sizga plus ball beriladi. Agar sizda aytib o'tilgandek til bilish sertifikatlari bo'lsa va mutaxassisligingiz magistr yoki doktorant bo'ladigan bo'lsa, sizga teng kelib qolgan paytida ustunlik beradigan tomonlaringiz shu bo'ladi. Xo'p, endi tushunarli bo'ldimi? Biz suhbatga qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Testga kirmoqchi bo'lganlar qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak? Qanaqa savollaring bor endi ustozlar? Kimda qanday savol bor? Savol bormi? Savol bor. Qanday savol bor? Demak, endi bizda pulli kurslarimizga start beryapmiz, ustozlar. Suhbat uchun tayyorgarlik kursimiz 40 ming so'm.
40 ming so'm bo'lyapti. Siz necha kun tayyorgarlik ko'rasiz? Demak, 20 yanvardan 10 fevralgacha davom etadi. Ya'ni suhbat imtihon kunigacha davom etadi. U 40 ming so'm. Kelajak markaz direktorlari uchun 100 ming so'm. Agar siz hali imtihon kuningiz aniq bo'lmasa, siz ham test guruhiga 100 minglik guruhga kirishingiz kerak bo'ladi. Agar siz testdan o'tgan bo'lsangiz, suhbat uchun 40 ming so'mlik guruhga kirishingiz kerak bo'ladi. Va suhbatda ko'rib turibmiz, eng asosiysi sizda inson qachon o'ziga ishonchi bo'lishi kerakda. Qachon inson o'ziga bo'lgan ishonchi bo'ladi? Agar siz o'zingizni kasbingizni yaxshi bilsangiz. Sizda yetarli bilim ko'nikma bo'lsa, tillarimiz juda burroq bo'ladi. Tilimiz juda burroq bo'lib ketadi. Aynan o'zingizni huquqlaringizni bilsangiz, tillaringiz burroq bo'lib ketadi. Xuddi shuning uchun ham siz ham o'zingizni mana shu spesifikatsiyada berilgan adabiyotlarni yaxshi bilsangiz, tilingiz burroq bo'lib, o'sha kuni juda chiroyli nima qilasiz? Javob bera olasiz. Demak, yopiq guruhga kirish uchun hurmatli ustozlar, karta nomer qoldiryapman va murojaat qilishlaring mumkin. Zulfiyaxon To'ycheva deb shaxsiy profilga murojaat qilishlaring mumkin bo'ladi. Adminlar yoki o'zim javob beraman. Maktab maslahatchisi, kelajak markazi direktorlari va hali shtat ochilmagan kelajak markazi maktab maslahatchilar qabul qilinadi. Endi yana bir narsa, biz ertadan boshlab menejerlik sertifikati uchun maxsus kurslarni boshlayapmiz. Imkoningiz bo'lsa, har ikkalasida boshlang yoki birinchi unisini tugatib, keyin bunga harakat qiling. Savollaring bormi? Imtihondan qaysidir ball to'plasangiz, shuncha ball o'tadi degan joyi yo'q. Mana nizomda ham ko'rib chiqdik. Suhbatga o'tishingiz uchun aynan siz raqiblaringizga nisbatan, ya'ni eng yuqori ball to'plagan 3 kishi suhbatga olinadi. Va suhbat va testni natijasini qo'shilib, eng yuqori to'plagan maktab maslahatchisi yoki kelajak markazi direktori bo'ladi. Agar bundan ko'rinib turibdiki, siz bittasiz maktabda yoki ikkitasiz yoki 3 kishisiz. Kam ball to'plagan bo'lsangiz va testda, suhbatda yuqori to'plasangiz, siz bo'lish ehtimolingiz yuqori. Agar bitta o'zingiz bo'lsa, har ikkilamasdan boshlaverar ekansiz tayyorgarlik ko'rishni. Ya'ni suhbatdan zo'r o'tib bersangiz, bu siz bo'lishingiz aniq degani ekan. Tushunarlimi? Shuncha balldan shuncha ball o'tdi degan narsa bo'lmaydi. Faqatgina suhbatga imtihondan 3 kun oldin siz shaxsiy kabinetingizga xabar keladi. Xuddi o'tgan safargiga o'xshab, ya'ni mana shu vaqtlarda bo'ling degan, sizga xuddi shunaqa ma'lumot keladi. O'sha ma'lumotni chiqarib olib borishingiz kerak bo'ladi. Kimda qanaqa savol bor? Ikki toifa insonlarda savol bo'lmaydi. Ya zo'r tushunganlarda yoki umuman tushunmaganlarda. Men mana soat 5 dan buyon, 5:10 da boshlagan bo'lsam, mana 2 soat, 2,5 soatdan buyon sizga nizomini tushuntirish, spesifikatsiya hammasini sizga tushuntirib bo'ldim. Tushunarlimi? Endi bitta maqsad, xohlasangiz yopiq guruhda, xohlasangiz o'zingiz mana shu berilgan adabiyotlarni olib o'qish qolyapti xolos. Oxirgi harakat o'zingizda. Albatta, zaruriy adabiyotlar yopiq guruhda ham turibdi. Suhbat guruhiga ham tashlab beraman. Tushunarlimi ustozlar?
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz aniq. Manzilimiz aniq. Imtihon kunlarimiz aniq. Kelajak markazlari 11 fevraldan ekan. Sizlar esa suhbatchilar 10 fevralgacha o'tkazilishi kerak ekan. Demak, siz 10 fevralgacha suhbatga borasiz. Kelajak markazi direktorlar 11 fevralga borasiz va 30 fevralgacha suhbatingiz tugagan bo'lishi kerak ekan. Demak, 10 fevralgacha siz suhbatga tayyorgarlik ko'rasiz va markazingizdagi, viloyat markazidagi prezident maktablarida suhbatingiz 6 kishi 6 ta komissiya a'zosiga kirib topshirishingiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan tarmoqdagi ustozingiz Zulfiyaxon To'ychiyeva bo'ldi. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Barchalaringizga omad tilayman. Alloh hammalaringning yuzlarini yorug' qilsin. Yorug' yuz bilan ilohim rizqlaringni butun qilsin. Mana shu yerda bo'lsin ilohim rizqlaring. Mana shu maktab maslahatchisi, inshaalloh maktab maslahatchisi bo'lgandan so'ng sizlar bilan birgalikda menejerlik sertifikatlarini olishlik va yana bu kasb uzoq bo'lsin va 3 yildan keyin ustoz mana shu maktab maslahatchilik tavsiyanomamni yangilab olish uchun sizga murojaat qilyapman deyishlik va o'qitishlik menga nasib qilsin. Avvalo barchalaringga sog'lik tilayman. Sog'lik tilayman. Birinchi o'rinda sog'lik. Ikkinchi o'rinda xotirjamlik. Oilada va qalbda. Xotirjamlik tilayman. Sog'lik tilayman. Omad tilayman. Bilimlaringiz ziyoda qilsin. Alloh tillaringni uzun qilsin. Olayotgan bilimingizni qalbingizga solsin. Ilohim mana shu olayotgan bilimingiz imtihon kuni sizga bamisolchi yo'lchi yulduzdek yoritib tursin. Javoblarni qalbingizga solib tursin. Barchalaringizga omad tilayman. Zafarlar tilayman. Ish faoliyatingizda, oilangizda, birinchi o'rinda oila. Har qanday insonda birinchi o'rinda oila turishi kerak. Darsda masalan uzilish bo'lib qolsa, mikrofonim yonib qolsa, demak men ham oilamga vaqt ajratayotgan, yo farzandimga yoki turmush o'rtog'imga qarayotgan bo'laman. Ko'pchilik shunga noto'g'ri fikr yozishi, nima deb yozsa bu menga qiziq emas, lekin men birinchi o'rinda oilamni qo'yadigan insonman. Agar men mana shu yerda birinchi o'rinda oilamni qo'ymaganimda, hozir O'zbekistonda yashamayotgan bo'lardim. Xo'p, demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu oilamiz uchun, oilamizni rizqini yana ham yaxshilash uchun, farzandimizni ertangi kelajagini yanada bugungidan ko'ra yaxshiroq qilish uchun mana shu rahbarlik lavozimiga va maktab maslahatchisi lavozimi uchun harakatdamiz. Barchalaringga omad tilayman, zafar tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan tarmoqdagi ustozingiz Zulfiyaxon To'ychiyeva bo'ldi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.